hamma so'ragan zverat bo'yinlarimiz yana sotuvda. Endi buni bitta obzorini dadam qilib beradilar. Qani dada bitta obzorini qilib bering. Zverat bo'yni original Xitoydan keladi. Buni ichidan chiqadigan narsalarni lom, lapatash chiqadi, ko'rishlaringiz. Yog' idishi chiqadi, kuluchi. Bu kuluchi nimaga ishlaydi desalaring, ko'pchilik ishlatmaganlar, endi olayotganlar bilmasligi mumkin. Mana kuluchi mana aka yog' quygan ishlaydi. Bunga bemalol tikuv mashinasi yog'ini quyiladi, ja ketadigan bo'lsa 100 gram ketadi xolos. Shunga doim e'tibor qilib turishlaring kerak. Endi zverat bo'ynimizni roliga keladigan bo'lsak, mana ko'rishlaring mumkin. 5500 watt ekan. Undan tashqari 2500 minutiga urar ekan. Xullas udari nihoyatda moshni hisoblanadi. Zver hamma bilgan o'zi biladi bu zverat bo'ynini. Buni endi hozir nima deysiz narxlariga? Xo'p, o'zi hozirgi kunda buni narxlari 1.400.000 so'm, 1.450.000 so'm sotilyapti. Bilgan bo'lsiz. Biz hamma bilan bir xilda ketmasdan, hammadan ko'ra sal arzonroq, ham sifatliroq narsalar uchun xilla qo'ldan kelgancha tushib beramiz narxida. Xo'p, dada necha pul qilib bersa imkoniyat bo'ladi. 1.450 dan aniq kam bo'lishi kerak. Bizga ma'qul narxda men aytay, 1.350.000 so'mga. Nima deysiz? O'g'lim, oldin kalkulyatorni olingchi, bo'ldi. Kalkulyatorda bitta hisoblaymiz. Xo'p, bu kalkulyatorda nimaga doim so'raymizmi? Dollar o'zgarib turishligi uchun bu yoda hisoblab turmasak chiqmaydi. Bizning foydamiz bor ichida, ozgina mana. Xo'p, o'g'lim, qarang. 1.350.000 dedingizmi? 1.320.000 obunachilaringiz xursand bo'ladimi? Bo'ldi, kelishaveramiz. Bo'ldi, o'g'lim. 1.320.000 so'm. Pastda nomerlarni qoldiramiz. Bizda hozir video tugamaydi, yana davom ettiramiz. Balyarkalar obzori, picholkalar obzori ozginadan qilib ketamiz. Agarda kimdir yozib, buni kattaroq obzor qilinglar deb qoladigan bo'lsa, biz yana ham jiddiyroq obzor qilib, narxlargacha aytib o'tamiz. Qani dada bitta o'zingiz. Qaranglar. Bular selkularga hisoblanadi. Kattalari 180 lik, 230 gacha, 255 ga to'g'ri bor. Hit firmaniki, rekord firmaniki, boringki hamma ko'p firmalar bor. Aida deysizlarmi, bu Bioti deysizlarmi? Narxlari 500 mingdan 450 minggacha narxlari tushgan. Ko'rishlaring mumkin. Undan tashqari balgarkalarimizga keladigan bo'lsak, doim rossiyskiy balgarka qo'yganmiz. Hozir rolik bilan kron qo'yib turibmiz. Bular original hisoblanadi. 950 ming so'm qilib belgilaganmiz. Maza qilib ishlatsa bo'ladi buni. Balgarkam 180 ligiga keladigan bo'lsak, 180 liklarimiz bo'sh bor, rekord bor, impuls bor. Undan tashqari Makita bor, Rolf bor, mana Rolf qirol hisoblanadi hozirgi kunda kron bilan. Bular 550 mingdan, rekordlarimiz 180 lik, 450 ming so'mdan. Aydalarimizdan 450 ming so'm, mana aydamiz bor ekan, 450 ming so'm ko'rsatishim mumkin. 180 talik. Endi hozirgi kunda qarang. Mana 125 lik rekordimiz nima deyapti mana ligirovkalari bilan. Ko'ringlar, ligirovkalari bilan original 125 lik rekord balgarka. O'g'lim nima deysiz narxini shuni? Narxi 350 ming so'mgacha sotyapmiz. Aha. Buni ham arzon qilib beraveraylik endi bir yo'l. Olishga oldi videoni ko'raylik buni ham. Ham bitta harakat qilaylik. Xo'p. Xo'p, qarang o'g'lim. 350 minggacha sotgan ekanmiz. 310 ming qilib belgilasak nima deysiz? To'ppa-to'g'ri 300 ming qilamiz. Bo'lardimi? 305 qilaylik. Yo, 300 ming qilaylik. Bo'ldi, xo'p. Kelishdik. Obunachilaringizga 300 ming qilib belgiladik. Kimga zarar bo'ladigan bo'lsa, bemalol 505-do'kon Qumtepa bozoriga kelishlaring mumkin. Oybek akani do'koni desalaring, Oybek ukamni do'koni desalaring ham biz rozimiz. Kelib xarid qilsalaring xursand bo'lamiz. Bundan keyin bizni kanalimizga obuna bo'linglar. O'g'lim bilan birgalikda boshqarishni boshladik. Bu kanallarni yurg'izyapmiz. Like, podpiskani ayamanglar. Biz xursand bo'lamiz bundan. Bundan tashqari sizlarga balgarka deysizlarmi, tarsovka deysizlarmi, nima bo'lsa, odamlar pul topish uchun harakat qilayotgan narsalarimiz bor. Xohlasalaring betonarez deysizlarmi? Nima desalar ham obzor qilib beramiz. O'g'lim bilan birgalikda, xudo xolasa. Sog' bo'lasizlar.